Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Ramazon oyi bilan sizni Umid Rashidov kanali orqali g'oyibona bo'lsa-da tabriklaymiz. Azizlar, sizlarga hozir Toshkent Motors Jak avtosaloni bizdan mashina xarid qilgan insonlar bilan suhbat o'tkazish uchun to'g'riroq ish jarayoni ustida kelib mana video rolik qilyapmiz. Video roligimiz manfaatli bo'lsa, biz bundan g'oyatda mamnunmiz. O'shaning uchun bitta like bosib qo'yasiz degan umiddamiz. Hozir biz Yashil Dunyo Termiz, Yashil Dunyo savdo markazida turibmiz. Akalarimiz mana bu yoqda bitta jakda X200 da mana bu yoqda bitta jak X200 da yuk tushirish jarayoni ustida turibmiz mana. Hozir mana shu mashinaning egasi, yuk egasi akamiz bilan ikki og'iz gaplashamiz. Akajon, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, charchamayapsizmi? Kayfiyatingiz zo'rmi? Xo'p, akamiz Umid Rashidov butun O'zbekiston kuzatadi bizni. Bilsangiz kerak. Assalomu alaykum. Xo'p, mashinani aka bizdan olgansiz, ya'ni Termiz filialidan olganlar. Mashina haqida aka fikrlaringizni bilsak, ish jarayonidamiz mana xudo xolasa, qanday bo'lyapti, o'shalar haqida aytib o'tsangiz aka. Mashinamiz yaxshi, Jak aka. Rasxoti ham ja unaqa emas. Ja unaqa injiq mashina emas. Allohga shukr. Qora qozon qaynab turibdi-da, tirikchilik bor, anaqa turibdi. Metan qo'yilgan, propan qo'yilgan. Propan. Propanda yuribsiz, a? Qiyinchiliklar yo'q, yurishlari yumshoq. Yo'q, hammasi. Mana shu bizni kuzatib turgan, mana shunaqa yuk mashina olaman deb turgan akalarga nima deya olamiz aka? Xolisona. Jakka ishoninglar, Jak zo'r mashina. Har taraflama qulay. Ana. Yaxshi, unaqa injiq mashina emas ekan. Rahmat aka. Qanaqa mashina ekan? Men uni oldin boyga haydagandim. Labo haydagandim. Laboni kattatirdik. Labo ham endi bor endi. Shunday. Sal yana anamiz kengayib, endi Jakka anaqa oldik. Xudo xolasa akajon. Ishlaringga omad. Rahmat akajon. Xizmatlar bo'lsa aka, biz aloqadamiz. Kasb-koringizga baraka bersin. Sizda ham vaqtingiz olmaylik aka. Yo'q, beraman. Xo'p, azizlar, keyingi xudo xolasa mijozlarimiz oldiga o'tamiz. Tomosha qilishda davom eting. Xo'p, azizlar, hozir biz videomizni yana davom ettiryapmiz. Hozir yonimizdan chiqqan M3 mi, M4 mi yoki o'sha X200 mi yana syomka qilib ketaveramiz. Mana hozir shunday kelishingiz mumkin. Mana ko'rdik mashinani akalar. O'zi mana O'zbekiston ichida xohlagan joyingizda jak topa olasiz. Mana bittasi turibdi. Xo'p, mashina oq rangda Jak M3. Xo'p, Toshkent Motors. Bu egalarini o'zim taniyman. Asl akani mashinasi. Bizdan xarid qilganlar, bu kishining do'koni bor, ya'ni oziq-ovqat do'koni, to'g'riroq Optim. Gurzabek mashina yoniga mana shuni ham olgan. Agar xo'p topolganimizda edi, orqalarini ochib ko'rsatardik. Bu yuk tashish uchun mo'ljallar o'ziga munosib qilib olgan xullas kalon. Mana shu mashinada tadbirkorlik qilib, qora qozonni qaynatib yuribdi voy akamiz aytgandek. Yana davom etamiz akalar. Ho, naryoqda yana ikki to'shta jak ko'ryapman. Xudo xolasa bor suhbatini olamiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Davom etib kelaveramiz. Hozir oldimizda turibdi. Bunimiz Jak M3 emas, Jak M4imiz, ya'ni M3 dan sal kattaroq bo'lgan varianti. Xo'p, Jak M3larimiz narxini aytib o'tib ketaman. Hozirda 215 million 460 ming so'm passajirnisi. Agar sizga furgon, ya'ni van holatida kerak bo'lsa, oynalari yopilgan holatida kerak bo'lsa, 199 million so'mdan yukka mo'ljallangan furgoni ham bor. Xo'p, hozir ko'rib turganimiz esa Jak M4. Jak M4 bu Asad akaniki, bu mijozlar ham hammasi o'zimizga tanish to'g'risi. Xo'p, egalari ichkarida, ish jarayonida, xo'p, pul meva bilan shug'ullanadi asosan. Xo'p, mashinada sitrus mevalar asosan tashib mana shu xizmat qiladigan mashina xullas. Mana shunda ish qiladilar. Xo'p, hozirda narxi 243 million narxda berilyapti. Ya'ni 243 million to'g'ri 180 ming so'm tan narx hisoblanadi. Bu Jak M4. Kredit и пристанение amas. Albatta aka. Bunda xohlasalar 100% naqdga yoki персиление, ya'ni pul o'tkazish yo'li bilan yoki bo'lmasa avtokreditga boshlang'ich 30% bergan holda chiqarishingiz ham mumkin. Ha, aytgancha bitta yangilik o'rnida Jak M3larimiz rassroshkaga ham ochilgan. Bu albatta pastda qoldirgan raqamlarda bo'ladi ma'lumot. Davom etamiz. Xo'p, qadrdonlar, davom etamiz. Hozirgina biz mijozlar bilan gaplashib keldik. Hozir avtosalonimizdamiz. Avtosalon manzilini aytib o'taman. Yashil bozor Indinim savdo markazi yonida ro'paramizda Big Oil yoki makonni pashti protivida joylashganmiz. Xo'p, Manguzardan kirishda chap qo'lga, Angor tarafdan Zagazirdan kelasiz, Angor tarafdan kelib Zagazirdan o'tasiz, o'ng qo'l tarafda Jak avtosaloni, Jak rasmiy dileri Ekometan gaz zapravkada joylashgan. Xo'p, mashinalardan G7 liftbek uslubidagi mashinamiz bor. Yengil mashinalardan ranglaridan oq, qora, qizil hamda oq mana shunaqa ranglarni topib bera olamiz. Xo'p, bu esa hozir erkatoyimiz Jak JS 6 hisoblanadi. Juda ekonomishni
crossover bu. Crossoverlar orasida eng tejamkor desa ham bo'ladi. Narxi ham ko'p qimmat emas. Elektropaket, elektroprivet, 360 gradus kamera, slipoy zona. Umuman sanab ketsam siz zerigib qolasiz. Atiga 285 million aytishga qaror qildim shuni narxini. Davom etamiz. Xo'p. Jack X200 mizni Bartovoy holatidagilar. Bartovoy 231 million 840 ming. Faqatgina bu amal qiladi fevral oxirigacha. Afsuski, yanvar fevralga berilgan aksiya eng oxirgi paytlarda ko'rib turibsiz. Shunday ham telefon qiling. Mashinani olgan narxingizga arziydigan mashina. Xo'p, undan keyingisi tentligi hisoblanadi. Ya'ni bunga tent qo'shib beramiz. Alyuminiy rolikga yuriladigan tent chodirlari bilan beramiz. Xo'p, bunimizning narxi hozir 238 million 560 ming so'm. Xo'p. Ma'lumot o'rinda kechani o'zida bu yakshanba kun keldi, kechani o'zida ikkitasi sotildi. Bunimiz esa Xitoydan prema keltirganmiz. Xo'p, bortlar uzungina, yana ham juda bahaybat, chiroyli ko'rinib turibdi o'zi. Narxi ham shunga yarasha 23 ming dollar. Xo'p, bo'lib to'lashga ham beramiz. Bu albatta pastda raqamlarda bu. Xo'p. Jack X200 mizning prem tovarni, ya'ni termik furgon qilingan holatida 9,5-10 kub atrofida yuk ketadi. Xo'p, mashinamizga ozgina motorlarga to'xtalib o'tsam, 2 lik atmosferli motor 147 ot kuchi bilan jihozlangan atmosferli bo'ladi hamda Toyota bilan sammesli ishlangan motor. Ahamiyat bering, Toyota bilan sammesli, ya'ni qo'shma. Xo'p, bakoylarimiz ichkaridan boshqaladi. Oldi 15 lik hamda bunda hech qanaqa resor, hech qanaqa bir qattiqlik yo'q. Sababi bu tarsovoy vilka bo'ladi. Ya'ni poddushka deyiladi o'zimizda adashmasam. Xo'p, bemalol mashinalar 2,5-3 tonnani ikkilamasdan ko'tara oladigan mashinalar. Tan narxiga keladigan bo'lsak, aksiya narxi 258 million 720 ming so'm. Mashinalar olish tartibini aytib o'tib ketaman. Avtokreditga, avtolizingga, hop, lizing kompaniya albatta o'zingizda tanish bo'lsa, perchileniyaga hamda naqd pulga xarid qilasiz. Yana bitta yangilik, mana shu Jack X200 larimizni istasangiz nasiya savdoga ham qilib beramiz. Buni to'liq ma'lumotini albatta pastda raqamlarga yana bir bor aytaman, murojaat qilasiz, to'lig'icha ma'lumot olasiz. Mashinaga kredit qiladigan bo'lsangiz, bir kunda harakat qilib bankdan pul chiqarib tushirib bera olsangiz, bir kunda mashina egasi bo'lasiz. Agar 100% naqdga bo'ladigan bo'lsa, marhamat keling, pulni topshiring, 1 soatda mashina sizniki. Hech qanaqa ortiqcha yugur qiyinchiliklari bo'lmaydi. Faqatgina bitta pasport bilan kelasiz, o'z-o'zini band qilish orqali chiqarib beramiz. Mashinada yaxshi fishkalar ko'p, har bir mashinada. Ya'ni yaxshi jihatlari ko'p, narxlari ham ko'p qimmat emas. Uning uchun bizga bog'laning yoki avtosalonimizda sizni kutib qolamiz, bemalol tashrif buyurishingiz mumkin. Keyingi videolarda yana g'oyibona ko'rishimiz uchun albatta siz bizga podpisatsiya bo'lishingiz kerak. Podpisatsiya bo'lib qo'ying. Chunki bunaqa yangiliklar faqat Umid Rashidovda bo'ladi. Bizga ajratgan vaqtingizga rozi bo'lasiz. Biz sizlarni g'oyibonada bo'lsa xursand qilgan bo'lsak, juda ham o'zimizni mamnun his qilamiz. Toshkent Motors sifat qiymatdan ustun. O'zingizni ehtiyot qiling, sog' bo'ling.